Assalomu alaykum. Ilhom suhbatlari loyihamizning navbatdagi sonidamiz. Bugun shaxsiy rivojlanish, she'riyat, san'at hamda tanlovlar haqida suhbatlashamiz. Galdagi mehmonimiz rassom, shoira, velosport bo'yicha O'zbekiston chempioni hamda bo'lajak pedagog Sevinch Mamadiyorova. Assalomu alaykum Sevinch, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat, xush ko'rdik. Sevinch Mamadiyorova o'zi kim? Sevinch Mamadiyorova Samarqand viloyati Payariq tumanida tug'ilgan va ushbu kungacha yetib kelishigacha hozirgi pozitsiyasini bajargungacha qanaqa to'siq bo'lishiga qaramasdan, tushkunlikka tushib qolmasdan o'ziga motivatsiya berib, mana shuncha darajagacha yetib kelgan va hozirgi kunda siz aytib o'tgandek yutuqlarga, turli xil yutuqlarga san'at sohasi bo'ladimi, sport sohasida bo'ladimi erishgan oddiy oilaning oddiy qizi. Bilamizki, shaxsiy rivojlanishda time management, ya'ni vaqt boshqaruvining o'rni katta. Siz vaqtingizni qanday taqsimlaysiz va nimalarga e'tibor qaratasiz? Vaqt boshqaruvida ko'proq e'tibor beradigan narsam bu o'zimni energiyamni qanchalik darajada oladigan qiyin vazifalarga e'tiborimni ko'proq qaratish. Misol uchun sportga. Bilasiz, aytib o'tdingiz yuqorida ham velosport MTB yo'nalishi bo'yicha qatnashaman. O'shaning uchun o'zimni vaqtimni shunaqangi oldindan rejalashtirganmanki, haftada misol 3 kun trenirovkaga boradigan bo'lsam, qolgan 2 kuniga tasviriy san'at yo'nalishi, grafika, odam portreti chizishga, bundan tashqari bir kunini bo'sh vaqtimda badiiy asarlarni o'qishga qarataman. O'shaning uchun har bitta qiladigan rejalarimni oldindan, biror bir maqsadga erishish uchun ketadigan vaqtni oldindan taqsimlab qo'ysangiz, o'sha ishingizga, o'sha maqsadingizga yetib borishingiz yo'li osonlashadi. Qanday qilib hamma sohada muvaffaqiyatga erishish mumkin? Sizda turli sohalarda muvaffaqiyatga erishish formulasi bormi? Formulaga keladigan bo'lsak, unaqa formula deyiladigan narsani o'zi ham yo'q. Bunga faqat qiziqish va harakat bo'lsa bo'ldi deb o'ylayman. Misol bitta odam ham sportdan, ham rasmdan, ham tasviriy san'at, boshqa sohalarda ham yutuqlarga erishishi mumkin. Faqat odamda qumti va o'ziga bo'lgan ishonchi katta rol o'ynaydi. Misol bir xil bolalarni ko'rganman, faqat bitta sohada harakat qiladidagin, o'sha sohada qiyinchilikka uchradimi, bo'ldi, o'shani tashlab qo'yadi. Ularda insonda shunaqa tushuncha bo'lishi kerak. Agar to'siqqa uchradimi, uni tashlab qo'yish kerak emas. Nimagaki har bir to'siq bu bizga beriladigan har bir dars o'zimizga. Misol o'sha to'siqqa uchradikmi, biz qayerdadir xato qilganmiz va o'shani o'zimizga dars olamiz. Keyingi safar o'sha xatoni qayta takrorlamaslik uchun va o'shandan keyin odam yuksaladi. Qaysi qilgan xatoyingizdan saboq olgansiz? Agar hozirgi aytadigan narsam xatolikka kiradigan bo'lsa, lekin xato deb o'ylamayman, bilmadim, u balki o'zimning shaxsiy rivojlanishim uchun qilgan xatoyimdir. Ko'pchilik yoshlar, o'sib borayotgan yoshlar o'zida qo'rqish yokida o'zini yashirishmi, bir xil insonlarga qarasak, o'zini qopqoqdan chiqmaydi. Menda ham shunaqa vaziyat bo'lgan. 9-sinfligimgacha endi o'zimda sezganman she'riyat bo'yicha ham qobiliyat borligini, lekin tadbirlarga qatnashganda yokida bo'lmasam televideniyega chaqirishganda o'sha 9-sinfligimgacha u taklif qilishganda ham qo'rqaman, eplaydigan darajada o'zimda qobiliyatim yo'q deb o'ylaganman va o'zimni qopqog'idan chiqmaganman. Bu meni shaxsiy o'sishimga to'sqinlik qilgan eng katta xato deb bilaman. Va hozirgi yoshlarga ham maslahat beraman, biror narsaga erishish yo'lida o'zini qobiliyati bormi, uyalmasdan, qo'rqmasdan, tortinmasdan o'zingizni boringizcha ko'rsating. Hech qachon to'xtab qolmang va umuman olganda har qanday nimaga qiziqishingiz bor, o'zingizda biror bir qobiliyat sezdingizmi, uni darhol shakllantirishga harakat qiling. Hech qachon chegaralanib qolmang va o'zingizni olib qochmang. Eng katta insonni orqaga tortadigan narsa, o'sishga to'sqinlik qiladigan narsa bu o'zining ichki qo'rquvi. Ya'ni boshqa odamlar bilan chiqisha olmayman deb o'ylashi mumkin yoki muloqot qila olmayman deb o'ylashi mumkin. Bu eng katta to'siq bo'ladi. Hayotingizdagi eng katta o'zgarish nimadan boshlangan? Hayotimdagi
hayotimdagi eng katta o'zgarish aynan maktab davrlarida 9-sinfda o'qib yurgan paytlarimda boshlangan. Bu o'zgarish nima? U men o'zim tasviriy san'at sohasi bo'yicha shu paytgacha o'sha maktab o'qib yurgan paytlarimda hech qanaqa tadbirlarga qatnashmaganman dedim. Ammo maktabdagi Yoshlar ittifoqi yetakchimiz Ulug'bek Temirov o'sha mendagi iqtidorni sezib qolib, hamma rasmlarimni tasavvur qiling, 200 tacha rasm polli bitta zalga yoyilgan. O'sha yoyilgan payti meni rasmlarimni ko'rgazmasini tashkil qilib berdi. O'shandan keyin 1-sinfdan boshlab, endi maktabda bilasiz, har xil bolalarni endi o'zining nomi bo'yicha taniqli bo'ladi. Lekin menga keladigan bo'lsak, 1-sinfdan boshlab 8-sinfgacha hech qanaqa nom ostida tanilmagan bo'lganman. A'lochi bo'lishimga qaramasdan, indamasdan sinfga to'g'ri borib kelib, to'g'ri uyga qaytganman. Lekin 9-sinfda o'sha rasm ko'rgazmam bo'lgandan keyin hamma taniy boshladi va turli xil tanlovlarga chaqirishdi va undan keyin viloyat bosqichi bo'ldi. Tasviriy san'at yo'nalishi, grafik yo'nalishi bo'yicha 9-sinf qizning ko'rgazmasini inobatga olgan holda shunaqa tanlovga qatnashdim va o'sha yerda faxrli 1-o'rinni olib respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim va men buning uchun bizning 1-Yoshlar ittifoqi yetakchimiz Ulug'bek Temirovga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sevinch, sport, rassomchilik va she'riyatga qiziqish qachondan paydo bo'lgan? Aynan tasviriy san'at yo'nalishi haqida gapiradigan bo'lsam, bu rassomchilikka bo'lgan qiziqishim bolaligimdan boshlab o'zimda sezganman iqtidorni. Bu soha bo'yicha menga o'zimni ayamdan o'tgan iqtidor desam adashmayman. Chunki ayam yoshligida rasmni yaxshi chizgan ekanlar, mendan o'tgan senga deyishdi. Lekin senchalik bunaqa darajada odamlarni o'zidek qilib chiza olmaganman dedilar. Sport bo'yicha aytadigan bo'lsam, xo'sh, sport, velosport MTB yo'nalishida shug'ullanaman. Tog' turizmi bo'yicha velik haydaladi, podyomlarga chiqish. Bu soha bo'yicha qiziqish o'zimda dadamning o'zlari trener, erkin kurashdan Samarqand viloyati Payariq tumani Cho'lak shahri 1-son bolalar o'smirlar sport maktabida erkin kurash bo'yicha trenerlar va dadam shu sohaga olib kirgan odam deb dadamni ayta olaman. She'riyatga keladigan bo'lsam, she'riyatni yoshligimdan 5-sinfgacha adashmasam 43 ta badiiy asar o'qib tugatganman. Bularning ichida Said Ahmadning Uf trilogiyasi, Otamdan qolgan dallar va shu badiiy asarlardan kelib chiqqan holda ilhomlanib bir she'r yozib ko'rganman. Keyin o'sha she'rim o'xshagan va shundan keyin she'riyatga qiziqishim yanada ortgan. Zulfiya xonim kitoblarini, she'rlar to'plamini o'qib chiqqanman. O'shandan keyin she'riyat yo'nalishiga ham kirib kelganman. Sevimli she'ringiz yoki sizni ilhomlantirgan satrlarni aytib bera olasizmi? Albatta. Sevimli she'rlarimning ichida eng yoqadigani ona haqidagi she'r. Allasiga alishmasman dunyoni, ming bitta duodan afzal har so'zi. Devona qilurman dardman daryoni, bir tomchi yosh ila namlansa ko'zi. Terib qo'ysang barcha shoir deganni she'rlarini baland tog'ning tog'iga 10 mingta majnun ham nima bo'libdi? Arzimas sochining bitta oqiga. Rost gap, dunyoni o't olib ketar. Onamni sog'inib yig'lasam agar, mendayin shoirlar nima bo'libdi? Onasin duosin olmasa agar. Sevinch, sport, rassomchilik, she'riyat uchalasi 3 xil yo'nalish. Siz uchun ular orasidagi bog'liqlik nimada? Aynan tasviriy san'at yo'nalishi bilan she'riyat yo'nalishidagi bog'liqlik bu ikkalasida ham ilhom kelsa ijod qilinadi deyilgan narsa bor. Menda shu sal boshqacharoq, ko'proq jahlim chiqqan paytida, asabim buzilgan paytida o'sha narsa kelib qoladi. Ya'ni rasm chizayotgan paytimda bir xillarda ilhom kutib o'tiradi. Ilhom kelsa o'xshaydi yoki she'riyatda ham ilhom kelsa she'r yoza olaman deydi. Menda o'zgacha aynan jahlim chiqqan payti o'sha narsani oldimmi, menga o'sha qanaqadir kuch beradi. Jahlim chiqsa bo'ldi, o'sha narsani qildimmi, oxirigacha yetkazib qo'yaman va o'sha tayyorlik bo'lib chiqadi. Aynan she'riyat yo'nalishi bilan tasviriy san'at yo'nalishining bog'liqligi bu hamma biladi, ilhom kelsa ijod qilinadi deyiladi. O'sha bog'liqlik deb bilaman. Lekin sport yo'nalishi keskin farq qiladi. Bu ikkita yo'nalish
yo'nalishdan, chunki sport yo'nalishi insondan kuch, energiya talab qiladi. O'shaning uchun bu sport yo'nalishi san'at yo'nalishiga qaraganda o'tkirroq deb bilaman, chunki san'at yo'nalishi sal nozikroq tuyuladi mening nazarimda. She'r yozishda ko'proq nimadan ilhomlanasiz? Tabiatdan, odamlar hayotidan yoki shaxsiy kechinmalardanmi? She'r yozishda eng katta ta'sir qiladigan faktorlar bu men uchun odamlar va hayotiy kechinmalarim. Eng katta ta'sir qiladigan faktorlar bu birinchi navbatda yaqinlar. Chunki o'sha kimdandir zarba olsangiz, qanaqadir yutuqqa erishsangiz, o'shandan o'zingizda qanaqadir hissiyot o'tib she'r yoza olasiz. Bundan tashqari hayotimdagi bo'ladigan o'zgarishlar. Misol uchun, endi hayotda bo'ladigan o'zgarishlar deyilganda hammaning xayoliga keladigan birinchi mavzu bu sevgi mavzusi. Lekin sevgi mavzusi bu o'sha narsa ichida yurmasangiz ham, unga aloqador bo'lmasangiz ham siz she'r yoza olasiz. Nimaga? Biror bir shoirni yokida yozuvchini qo'llamasini o'qiysiz yokida hikoya o'qiysiz, u ham sevgi mavzusida bo'lishi mumkin. O'shandan siz ilhomlangan holatda, mavzu olgan holatda sevgi haqida she'r yozishingiz mumkin. Ya'ni men qarshi chiqaman deyarli 90% odamlarning fikriga sevgan odam she'r yoza oladi deyishadi, lekin sevib ko'rmagan odam ham she'r yoza olishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda menga eng katta ta'sir qiladigan omillar bu atrofimdagi odamlar va o'zimning shaxsiy hayotim. Rivojlanishingizda sizga eng katta turtki bo'lgan inson yoki biror bir voqea bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Rivojlanishimga eng katta ta'sir qiladigan insonlar bu ota-onam. Ushbu yutuqlarga, ko'rib turganingizdek ushbu yutuqlarga erishishimga ham ularning hissasi men uchun katta. Yutuqlaringiz haqida ham to'xtalib o'tsangiz? Ushbu guvohnomaga O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasida yilning eng yaxshi maqola yozuvchisi nominatsiyasida taqdirlanganman. Bundan tashqari bu yerda sportdan olgan guvohnomam bor, ya'ni bu meni razryadim, ya'ni sport unvoni darajasi deyiladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, velosport MTB yo'nalishi bo'yicha shug'ullanaman dedim. O'sha bo'yicha 2025-yil O'zbekiston Respublikasi chempioni bo'ldim va menga O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi tomonidan sport guvohnomasi berishdi, ya'ni kandidat master sport ustasi unvoniga ega bo'ldim. Bundan tashqari 2024-yilda yilning eng faol talabasi ko'rik tanlovida yilning eng faol sportchi talabasi nominatsiyasida faxrli o'rinni qo'lga kiritdim. Ba'zan insonga muvaffaqiyatdan ko'ra mag'lubiyatlar ko'proq narsalarni o'rgatadi. Sizda ham shunday holatlar bo'lganmi? Albatta, muvaffaqiyatga erishish yo'lida mag'lubiyatsiz hech narsa bo'lmaydi deb o'ylayman. Bunga to'xtaladigan bo'lsak, aynan 2020-yilda shu sport bo'yicha O'zbekiston chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtimizda viloyat bosqichida tog'da ko'proq bizning soha tog'da o'tkaziladiganligi sababli o'sha velik haydab ketayotgan paytimda tog'dan podyomga chiqayotgan paytimizda veligim ag'darilib ketgan. Ammo shunga qaramasdan shu sohada qanaqa qiyinchilikka uchramasdan, to'xtab qolmasdan harakat qilganman va ushbu darajagacha yetib kelishimga sabab bo'lgan. Sizga eng ko'p kuch va energiya beradigan so'zingiz yo shioringiz bormi? Mening hayotdagi shiorim har kuni o'zimning eng yaxshi versiyam bo'laman. Bu nima degani? O'tmishda qilgan xatolardan xulosa chiqarib, kelajakka nisbatan o'zingga yangilanish yarat degani, ya'ni qisqacha qilib aytganda u o'zgalar bilan raqobat qilish emas, o'zing bilan raqobat qil, ya'ni o'zingning sohangda o'zing rivojlan. Boshqalar bilan raqobat qilish bilan sen hech narsaga erisha olmaysan. Ya'ni bir xillar faqat o'zimni ko'rsatsam, ya'ni boshqalardan ustunligimni ko'rsatsam, o'sha men o'zimda rivojlanishni sezaman deyilgan bo'ladi, lekin bu fikr xato. Ya'ni nimagadir erishish yo'lida boshqalar bilan raqobat qilish emas, inson o'zini ichidagi egosi bilan raqobat qilishi kerak deb o'ylayman.
Agar orzularingizga tez yetish yoki yo'lda to'xtab ko'p narsalarni o'rganish imkoniyatidan birini tanlash kerak bo'lsa, qaysi birini tanlagan bo'lar edingiz? Ushbu savolingizga ko'pchilikdan hozirgacha o'tib kelgan bir iborani keltiraman. Ya'ni qanchalik o'rganganim sari bilmasligimni bilib boryapman deyilgan xalq orasida yuradigan gap bor. Ya'ni bu nima degani? O'sha men o'zim tanlayman, siz aytgan hozirgi savolingizga o'z maqsadimga darrov erishishdan ko'ra o'sha yo'lda to'xtab nimanidir o'rganib shakllanib, ya'ni o'zimni mukammal qilib borib keyin o'sha ko'zlagan narsamga erishishni afzal ko'raman. Siz uchun orzularning chegarasi bormi? Inson qancha ko'p orzu qilsa, faqat orzu emas, uni maqsadga aylantirish kerak. Chunki orzu bilan maqsadning o'rtasida farq bor. Orzu nima? Orzu shunchaki o'sha narsani o'ylab qo'yasiz xayolingizda. U faqat bir tushuncha. Maqsad bo'lsa, unga harakat qilib aniq erishadigan sohangiz deb tushunaman. Qanchalik ko'p orzu qilsangiz, o'shancha ko'p sizda harakat bo'lishi kerak. Ya'ni o'zimni hayotimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, misol sportda yutuqqa erishdimmi yoki tasviriy san'atda yutuqqa erishdimmi, faqat shu bilan bitta shu narsani oldim, bo'ldi. O'zbekiston chempioni bo'ldimmi, faqat shu yetadi deyish kerak emas men uchun. Jahon chempionatiga chiqaman yoki o'sha kelajakda mashhur xalq tanigan tasviriy san'at sohasidagi O'zbekiston xalq rassomi bo'laman degan maqsadlar bor. Bundan tashqari hozirgi yoshlar bilamiz, sertifikatga tayyorlanishyapti. Ko'pchiligi milliy sertifikat yoki IELTS xalqaro sertifikati. Men o'zim misol multi-level sertifikatini qo'lga kiritganman o'qishga kirayotgan paytimda. Bundan tashqari bitta bu sertifikat bilan cheklanib qolmasdan, o'zimni qiziqishim ko'pligi sabab ona tildan ham milliy sertifikatni qo'lga kiritganman. Faqat o'sha narsani sertifikat oldim, bo'ldi. Endi menga o'qish kerak emas. Boshqa sertifikat ham kerak emas deyish o'zi menga xato bo'lgan. Bundan tashqari yaqindagina IELTS sertifikatini qo'lga kiritdim. Men o'sha narsani o'yladim, o'sha paytda bo'ldi. Shu sertifikatlarni oldim. Bundan keyin bu yog'iga nima qilaman degan savol tug'ildi. Bu narsalarga ham e'tibor qilmasdan yaqinda rejalashtiryapman koreys tilidan TOEFL sertifikatiga topshirishni. O'shandan kelib chiqqan holda qisqa qilib aytadigan bo'lsam, umuman siz orzu qildingizmi, bittasiga erishdingizmi, to'xtab qolmang. Uni ko'paytirib ketavering. Bu sizga o'zingizga foyda, ham kelajakda bir necha yillardan so'ng, asrlardan so'ng misol siz erishishingiz mumkin, Nobel mukofotini olib qolishingiz mumkin deylik. O'shanda o'sha paytdagi yosh avlod O'zbekistonda qanaqa yutuqlarga erishgan ajdodlaring, sen qanaqa yurtni farzandisan deyilganda faxrlanib, shu sizning yutuqlaringizni e'tirof qilib o'tishini maqsad qilib qo'yishingiz kerak. O'sha darajagacha borishingiz kerak. Demak, orzular chegarasiz, qayta va qayta tug'ilaveradi, shundaymi? Albatta. O'z oldingizga qo'ygan eng uzoq va eng yaqin maqsadlaringiz bormi? Ikkalasi bitta men uchun. Ya'ni o'zi maqsadlar hech kimga aytilmasligi kerak. Chunki aytilsa tildan chiqilgan gap o'z samarasini yo'qotadi deyilgan ibora bor. Ammo yaqinda bu birinchi yil topshirishim Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga o'zimni sinab ko'rmoqchiman va tuman bosqichi bo'lib o'tdi yaqinda. Bunda 100 ballik sistemada ta'lim yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rinni oldim va viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Mening eng katta maqsadlarimdan biri Zulfiya mukofotini olish va o'sha 8-mart kuni prezidentimiz hurmatli Shavkat Mirziyoyev Maramonovich o'zlari qo'llaridan medal olayotgan paytda ayam va dadamga o'zimning minnatdorchiligimni bildirish ommaning oldida. Keling, loyihamizning so'ngida o'zingizning go'zal satrlaringizdan aytib bersangiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bir she'rga duch keldim va o'sha she'rni o'qib, o'sha she'rdan ilhomlanib, o'zim o'sha she'rning davom ettirib qo'ydim. Avtori endi bunga qarshi bo'lmasa albatta. Biz ikkimiz shunchaki tanish, nari borsa do'stmiz o'rtacha. Bir ohangda har kun hol so'rash, boshqa hech gap yo'qdir o'rtada. Ammo har gal senga tushganida ko'zlaringning yonishi nechun? Nechun uzolmaysan ularni mendan?
so'ngra tiling tonishi nechun? Menga ko'char sendagi titroq, bu samoviy sezgi emasmi? Ayt, sensiz o'tgan har onim firoq, o'rtamizda sevgi emasmi? Ayt. Balki meni o'ylarim yanglish, balki hech gap yo'qdir o'rtada. Ammo ishonmayman shunchaki tanish nahot shuncha dilni o'rtasa. Ketaman desam u sen qolgin desang, yolg'iz qolganimda qo'llarim tutsang, men neni istasam muhayyo qilsang, ochiq haqiqatdan doimo tonsang. Senda ne xayolu, menda ne xayol, bilmam. Balki o'ylarimiz biroz boshqacha, ammo bizni ko'rgan o'sha tanishlar o'ylaydi biz haqda biroz boshqacha. Go'zal va mazmunli satrlar uchun minnatdormiz Sevinch Bonim. Rahmat. Loyihamiz sizga manzur bo'ldimi? O'z fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Albatta, bu loyiha har bitta rivojlanayotgan o'z sohasida yutuqlarga erishgan yoshlarni jamiyatga tanitish uchun, omma oldiga olib chiqish uchun eng yaxshi loyiha deb o'ylayman nazarimda. Ya'ni bu loyihani tomosha qilib, hozirgi mening tengdoshlarim yokida ko'pchilik O'zbekiston yoshlari shu loyihada qatnashgan ishtirokchilarning hayot yo'llaridan o'zlariga kerakli joylarni olib, o'zlarini shakllantiradi deb o'ylayman. Harakat qilgan inson doimo olg'a intilaveradi. Qahramonlarimizning muvaffaqiyatli hayot yo'li ham sizga ibrat bo'lsa arziydi. Bizni kuzatishda davom eting.